Biz roppa-rosa 50 yil oldin hashar yo'li bilan qurilgan O'tizadir kanalidamiz. Hozirda belgilangan maydonni sug'orish suv bilan ta'minlash mavsumiga qadar yakunlash uchun qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Aytgancha, bu kanal Qirg'izistondagi eng uzun va eng muhim kanallardan biri hisoblanadi. Uning umumiy uzunligi 52 kilometrdan ortiq. Ushbu kanal Qorasuv tumanidagi 8 ta qishloq hukumatini sug'orish suv bilan ta'minlaydi. Rehabilitatsiya жүріп, kanalın жалпы сметалық бағасы 20 миллион долларға Дүниелік банк арқылы қаржыланды. Азыр күнде жұмыс қызып жүріп жатқан мезгілі, азыр күнде бүгінгі күнде каналымыздан 2 километр 200 метр жер бетондалып бүтті. Жалпы техникалардың саны 23 техника іштеп жатады. Анын ішінен 12 данасы экскаватор, 8 дана жүк ташуучу машиналар, жана жүк көтөрүүчү техника болуп, жалпы 23 техника иштеп жатат. Техника жетиштүү, акча каражаты өз убагында бөлүнүп берип, жұмыстар жүрүп жатат. O'tizadir kanalini modernizatsiya qilish doirasida suv o'tkazuvchanligini oshirish uchun uzunligi 491 metr bo'lgan yangi tunnel qurilmoqda. Mana shu hududda eski tunnel bo'lib, u 17 kub metrgacha suv o'tkazsa, yangi tunnel esa 5,7 kubometr o'tkazadi. Bu bilan O'tizadir kanaliga ehtiyojiga qarab Qurshob daryosiga ko'proq suv yo'naltirish imkonini berdi. Bundan tashqari hozirda Aravon va Oqbura kanallari ham modernizatsiya qilinmoqda. Ushbu ikkita yirik loyiha 3 yil ichida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Hozirga qadar suv yo'qotishlari 40% ni tashkil etgan, ammo suvdan 95% gacha yo'qotishlarsiz foydalanishga harakat qilinmoqda. Qurilish ishlariga qaramay sug'orish suvi ta'minoti uzilib qolmaydi va o'z vaqtida ta'minlanadi deyishdi boshqarmadan. Gruntovoy seçeneli arıq neme kanalımız azı betondalgandan keyin suğa singip bateriyası azayat, jogesi bolup kalat. Eng birinchi bizga o'sha foydashul bo'lib turadi bazar. Kelishimde 15 aprelden başlap suv beremiz degan kelishim var. O'shaga harakat qilib jatishadi bular. Qaysi yerga kelsa o'sha yerda to'xtatib suvni elga beradi 15dan. Kech qoldirib apreldan. Shu. Respublika byudjeti hisobidan 6 kilometr kanalga beton bosilib, yana 212 kilometrda mexanik tozalash ishlari amalga oshiriladi. 9 kilometrlik kanalga yangi beton qoplama yotqiziladi. Ana bu yil mana iki texnika жаңы kelgan, 3 даже. 3 бай ilgari biz kanal tozalabay qiynalchilik. Kanal cho'ng uchun narxi iki жагына жетпейт эле да, азыр жетет. Жакшы техника жаңы болуп атат. Буклон начар болгондуктан жылда ошо этеки часыр толуп турат да. Камыш басып. Шуну 2 жылда 3 жылда кайра ошо жер тазалашка туура келип атат да. Азыр жакшы ГСМ бар, техникалар жаңы иш болуп атат. Быйылкы вегетация Кудай кааласа нормальный даярдык менен барабыз. Joriy yil O'sh viloyatining irrigatsiya tizimiga respublika byudjetidan 158 million so'm ajratilgan. Umida Mirzabayeva, Asobek Tag'aybekova, Ibrohim To'labayev, O'sh.